Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'lom yuribsizlarmi? Ko'rib turganlaringizdek, Rossiyadan O'zbekistonga yuborgan yuklarni yetib keldi. Bemalol yuklarni kelib olib kelsanglar bo'ladi ekan, xudo xolasa. Mana. Manzil shu har doimgidek Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tumani Sho'raxon Ufedamiz do'stlar. A380 yo'ldan Sho'raxondingdan tushib kelaverasiz. Bu tarafda Nurto'xona, bu tarafda Sho'raxon kollej. 317 dan 447-nomergacha bo'lgan yükler yetib keldi. Bemalol kelib turib yuklaringizni olib kelsanglar bo'ladi. Bir de yuk olib kelish uchun 97 kodi bilan 096 1292 degan nomerlar bog'lanib olib kelsanglar bo'ladi. Yuklaringiz yine sifatli tarzda yetib keldi. Har doimgidek bilasizlar, o'lchab olamiz, o'lchab beramiz. Ko'ring o'zingizlar, tarazida bor. Sifatli tarzda yetib kelgan. Yine yük yuboraman yurtdoshlarimiz uchun esa ekranlar telefon nomeri qoldirib qo'yamiz. Bemalol yük taşı xizmatlaridan foydalansanlar bo'ladi. Bundan tashqari gransiya xizmatlarimiz ham mavjud. Qozog'istonda har kun mashin qatnab turibdi. Shu bilan ishonchli mashinamiz, komfort mashinalar bemalol yuk tashish va gransiya xizmatlaridan foydalansanlar bo'ladi. Necha yildan beri ishlab kelatir Lazamuz. Bemalol kanalga telefon saylanib bo'ladi, 100% ishonchli. Yo'q turganingizda yuklaringizga yerga alohida bir tushunib chiqaramiz, xudo xolasa. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda görüşünceye yetkazgan vaqtingiz rozi bo'lsin.